Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Ushbu videoda Z statistika va T statistikalarni farqlashni o'rganamiz. Z statistika va T statistika. Bu statistikalardan foydalanayotganimizda ma'lum bir tanlanma o'rta qiymatiga erishish ehtimolligi nimaga tengligini topishga harakat qilamiz. Mana bu yerda tanlama taqsimotini chizsak. Demak, tanlanma o'rta qiymatlar tanlama taqsimoti mana bunday shaklda bo'lsin. Uning oldindan taxmin qilingan o'rta qiymati mu va qandaydir standart chetlanishi ham bo'lsin. Aytaylik, tanlama o'rta qiymatimiz mana bu yerda bo'lsin. Hech bo'lmaganda shu natija olish ehtimolligini topmoqchimiz. Shunda chaproqdagi natija olish ehtimolligini topib, birdan uni ayirsak, ushbu kichik soha ehtimolligini topamiz. Buning uchun biz o'rta qiymatdan nechta standart chetlanishlar o'ngga uzoqlashishimiz kerakligini topishimiz kerak. Buning uchun tanlanma o'rta qiymatini olib, undan o'rta qiymatni ayirib, buni bilmasligimiz ham mumkin va buni tanlanma taqsimotining standart chetlanishiga bo'lishimiz kerak. Taqsim tanlama taqsimotining standart chetlanishiga bo'ldik. Shunda o'rta qiymatdan nechta standart chetlanish uzoqlikdaligimizni topamiz. Ya'ni mana bu yerdagi masofani topamiz. Odatda bu nimaligini bilmaymiz va markaziy limit teoremaga binoan agar namuna hajmimiz yetarli bo'lsa, unda ushbu standart chetlanish bosh to'plam standart chetlanishi bo'lingan ildiz osti tanlama hajmiga teng bo'ladi. Mana bu yerga yozib qo'ysak. Teng bo'ladi. Bosh to'plam standart chetlanishi taqsim ildiz osti n. Shunday qilib qayta yozishimiz mumkin. Tanlanma o'rta qiymati minus tanlanma o'rta qiymatlari taqsimoti o'rta qiymati bo'lingan bosh to'plam standart chetlanishi taqsim ildiz ostida tanlanma hajmi. Shunda o'rta qiymatdan nechta standart chetlanish uzoqlikdaligimizni bilib olamiz. Buni Z statistika deb ataymiz. Va Z jadvaldan ushbu qiymat yoki undan kattaroq qiymat qabul qilish ehtimolligini topamiz. Z teng. Oxirgi bir nechta videolarda ko'rganimizdek, biz bosh to'plam standart chetlanishini ham bilmasligimiz mumkin. Uni chamalash uchun tanlanma standart chetlanishini ishlatishimiz mumkin. Qaytadan yozib olsak, mu
bo'lingan S bo'lingan ildiz osti N. Buning uchun tanlama hajmi 30 dan katta bo'lishi kerak. Demak, N katta bo'lishi kerak 30 dan. Yoki boshqacha aytganda, bu normal taqsimlangan bo'ladi. Normal taqsimotga ega. Demak, yoki boshqacha qilib aytganda, bu normal taqsimlangan bo'ladi qachonki tanlanma hajmi 30 dan katta bo'lsa. Agar tanlanma hajmi 30 dan kichik bo'lsa, ayniqsa ancha kichik bo'lsa, unda ushbu ifoda normal taqsimotga ega bo'lmaydi. Bu yerga qaytadan yozsak, tanlanma o'rta qiymati minus tanlanma o'rta qiymatlari tanlanma taqsimoti o'rta qiymati taqsim tanlanma standart chetlanishi, ya'ni S bo'lingan ildiz ostida tanlanma hajmi. Aytdikki, bu S 30 dan ancha katta bo'lsa yoki kamida 30 bo'lsa, unda ushbu statistika normal taqsimotga ega bo'ladi. Agar S kichik bo'lsa, unda bu T taqsimlangan bo'ladi. Ya'ni T taqsimotga teng bo'ladi. Va xuddi mana bu yerda qilingan ishni qilamiz, ammo normal taqsimotga ega emas deb taxmin qilamiz. Bu yerga qayta chizib olsak. Bu misolda normal edi. T taqsimotda biz uni normallashtirdik, chunki o'rta qiymatni ayirdik. Endi o'rta qiymat 0 bo'ldi. Topmoqchi bo'lganimiz kamida T qiymatni qabul qilish ehtimolligi. Eng oson usuli ushbu qiymatni hisoblash. Ushbu qiymatni hisoblash. Tanlama hajmi 30 dan katta bo'lsa, tanlama standart chetlanishi bosh to'plam standart chetlanishiga taqriban teng bo'ladi. Unda Z jadvalini ishlatiladi. Tanlama hajmi kichik bo'lsa, ushbu qiymat T taqsimotga ega bo'ladi. Unda T jadvalini ishlatib, kamida T qiymat qabul qilish ehtimolligini topamiz. Buni misollarda oldingi videolarda ko'rdik. Umid qilamanki, qachon Z statistikani va qachon T statistikani ishlatish kerakligini oydinlashtirdik.